Mirzo Ulug'bek eski rayon Nikitin rezidensiyaga keldik. 72 kvadratli tayyor mebel texnikasi bilan premium klassdagi uyimiz sotuvga chiqdi. Alakasini tushuntirib o'taman. Qorasuvga chiqib ketsa bo'ladi, yo'qdan Parkenskiga chiqib ketsa bo'ladi. Shaharning eng udobniy lokatsiyalaridan bitta joydamiz. Hozir obzorini qilib beramiz. Obzordan oldin like, kommentariy, podpiska esdan chiqmasin. Shuning uchun harakat qilib yuribmiz. Okalar, bugun sotuvga bitta emas, ikkita yonma-yon uyimiz chiqqan. Aka-uka, opa-singil yoki ikkita o'rtoq yonma-yon ishimiz deganlarga jo'natib qo'yamiz. Uyimizda ikkita sanozor, gasivoy. O'zinglar uchun. Uyimizni o'zini garderobi bilan bo'ldi. Ikkinchi uyimizning ham planirovkasi bir xil. Xonamiz. Uyga kirib mazza qilib yashaydigan uy ekan. Ilohim hammamizga nasib qilsin. Xo'p, ikkinchi uyimizning obzoriga o'tamiz.